Aziz tomoshabinlar, agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshdagi yaqinlaringiz bo'lsa, diqqat qiling. Bu video sizning kelajagingiz, farovonligingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Menimcha, sizni ogohlantirishim kerak, chunki o'zgarishlar shu qadar muhimki, ular to'g'risida bilmaslik sizni jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Hech bir inson shunday og'ir vaziyatga tushib qolishini istamayman. Shuning uchun bu videoni boshlashdan oldin iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Muammoning mohiyati. Avvallari va hozir nima o'zgardi keling. Oldin qanday bo'lganini eslaylik. An'anaviy tarzda pensiya tizimi nisbatan sodda va tushunarli edi. Siz ish stajingizni to'pladingiz, ma'lum yoshga yetdingiz va davlat o'z avtomatik tizimlari orqali pensiyangizni hisoblab, uni belgilangan muddatlarda to'lab borardi. Ba'zi imtiyozlar albatta mavjud edi, lekin ko'p hollarda ular ham avtomatik tarzda yoki juda oddiy ariza asosida amalga oshirilardi. Pensiya miqdorlari va ularning indeksatsiyasi ham asosan umumiy qonunlar doirasida avtomatik ravishda amalga oshirilgan. Sizdan faqatgina tegishli hujjatlarni bir marotaba topshirish talab qilinardi. Keyin esa pensiya ta'minotingiz davlatning zimmasida edi. Siz esa sokin yashab, nafaqangizdan bahra olishingiz mumkin edi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va ishonchli edi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Pensiya tizimida katta miqyosdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, samarali va shaffof qilishdir. Yangi tizim pensiya hisob-kitoblariga turli xil omillarni, jumladan nafaqat ish stajini, balki so'nggi yillardagi ish haqi miqdorini, fuqaroning ijtimoiy holatini, hatto oilaviy sharoitlarni ham chuqurroq tahlil qilishni nazarda tutadi. Aslida bu yaxshi yangilik, chunki u har bir insonning shaxsiy vaziyatiga mos keladigan pensiya va ijtimoiy yordamni taqdim etishga qaratilgan. Ammo aynan shu yerda muammo yotadi. Eski tizimdan farqli o'laroq bu yangi imkoniyatlar va ustamalar avtomatik tarzda taqdim etilmaydi. Endi sizdan faol ishtirok etish talab qilinadi. Ko'plab yangi imtiyozlar va ustamalar haqida ma'lumot berish va ularni olish uchun mustaqil harakat qilish, ya'ni ariza yozish, hujjatlar to'plash va ularni tegishli idoralarga taqdim etish zarur bo'ladi. Agar siz bu yangiliklardan bexabar bo'lsangiz yoki ularni olish uchun zarur qadamlarni qo'ymasangiz, afsuski, o'zingizga tegishli bo'lgan moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu nafaqat qo'shimcha mablag'lardan quruq qolish, balki ba'zi hollarda avvalgi hisob-kitoblar ham noto'g'ri bo'lishi ehtimoli bor va agar siz bunga e'tibor bermasangiz, mablag'laringizni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun men bugun aynan shu masalani batafsil tushuntirib bermoqchiman. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi mumkin. Keling, avvalo bu yangiliklar kimlarga taalluqli ekanligini aniqlashtirib olsak. Yangi islohotlar asosan quyidagi toifalarga kiruvchi pensionerlarga ta'sir qiladi va ulardan faol harakat talab qiladi. Ish staji gar yildan ortiq bo'lgan pensionerlar. Siz uzoq muddat davlat yoki korxonalar foydasiga mehnat qilganingiz uchun qo'shimcha imtiyozlarga haqli bo'lishingiz mumkin. Ilgari bu avtomatik ravishda hisobga olinmasdi yoki juda kichik ustamalar berilardi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha sizga sezilarli darajada oshirilgan pensiya ustamasi belgilanishi mumkin. Ammo buning uchun ariza berishingiz va barcha ish joylaringizdagi mehnat daftarchalaringiz nusxalarini taqdim etishingiz kerak. Misol tasavvur qiling, 67 yoshli bobo Anvarjon. U 43 yil davomida doimiy ravishda qurilish sohasida mehnat qilgan, ammo uning pensiyasi o'rtacha miqdorda edi. U ko'pincha men bu davlatga shuncha xizmat qildim, lekin pensiyam kam deb nolirdi. Yangi tizimga ko'ra Anvarjon bobo agar o'zining barcha ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, xususan 4 xil korxonada ishlaganligini ko'rsatuvchi mehnat daftarchasi yozuvlarini taqdim etsa, uning pensiyasiga har bir 4 yildan ortiq bo'lgan yil uchun aytaylik, pensiya bazaviy miqdorining 2 pun miqdorida qo'shimcha ustama qo'shilishi mumkin. Bu degani, u jami 6 mingga ko'proq pensiya olishi mumkin. Bu uning oylik pensiyasini taxminan 1000 so'mga oshirishi mumkin. Bu esa kam degani emas. Ammo buning uchun u mustaqil ravishda murojaat qilish kerak. Bolalarini parvarish qilgan va shu sababli ish stajida uzilishlar bo'lgan ayol pensionerlar. Yangi qoidalar ayollarning bola parvarishi ta'tilida bo'lgan davrlarni ish stajiga qo'shish yoki buning uchun
maxsus kompensatsiya berishni nazarda tutishi mumkin. Bu ayniqsa bir necha farzandli ayollar uchun juda muhim. Misol, keling, 6-2 yoshli xola Gulnora misolini olaylik. U 3 nafar farzandni voyaga yetkazgan va ularning har biri bilan 3 yildan uyda o'tirgan. Jami 9 yil. Uning umumiy ish staji 25 yilni tashkil qilgan. Ilgari bu 9 yil uning ish stajiga to'liq kiritilmasdi yoki pensiya hisob-kitoblarida e'tiborga olinmasdi. Natijada pensiyasi kamroq edi. Yangi tizim bo'yicha xola Gulnora bolalarini parvarish qilgan har bir yil uchun unga ish stajiga qo'shimcha ballar berilishi mumkin yoki bu muddatlar to'liq ish stajiga kiritilishi mumkin. Bu uning pensiya miqdorini sezilarli darajada, masalan, 10.000 ga oshirish imkoniyatini beradi. Bu taxminan 100 ming, 130 ming so'm qo'shimcha degani. Lekin u bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarni va nikoh guvohnomasini olib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart. 3. Nogironligi bo'lgan farzandlari yoki boshqa qaramog'idagi shaxslari bo'lgan pensionerlar. Bunday vaziyatlarda davlat sizga qo'shimcha moddiy yordam yoki pensiya ustamasi berishi mumkin. Chunki sizning yelkangizda qo'shimcha mas'uliyat bor. Misol, 60 yoshli amaki Qodirjon, uning 35 yoshli nogironlik guruhi bo'lgan qizi bor. Amaki Qodirjonning pensiyasi o'rtacha miqdorda edi. Yangi tizimga ko'ra, agar u qizining nogironlik guvohnomasi va qaramog'ida ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsa, uning pensiyasiga har oy 20 ming so'm miqdorida qo'shimcha mablag' berilishi mumkin. Bu oilaning byudjetiga sal bo'lsa-da yordam bo'ladi. Bu ham avtomatik tarzda emas, balki murojaat asosida amalga oshiriladi. 4 oxirgi 5 yildagi ish haqi avvalgilariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan pensionerlar. Yangi hisob-kitob usullari ayniqsa pensiya oldi davrida yuqori maosh olgan shaxslarning pensiyalarini adolatliroq hisoblash imkonini beradi. Ilgari o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari ko'proq hisobga olinardi. Misol, 63 yoshli Bobo Rustam umrining oxirgi 5 yilida yuqori lavozimda ishlagan va shu davrda ancha yuqori maosh olgan. Ammo uning pensiyasi oldingi o'rtacha ish haqiga qarab hisoblanganligi sababli uning so'nggi yillardagi yuqori daromadi to'liq inobatga olinmagan edi. Yangi tizim unga pensiyasini oxirgi 5 yildagi eng yuqori daromadlariga qarab qayta hisoblash imkoniyatini beradi. Bu degani, Bobo Rustamning pensiyasi avvalgi 1.800.000 so'mdan 2.100.000 so'mga oshishi mumkin. Uning hisob-kitoblarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha ariza yozishi va o'sha davrdagi ish haqi ma'lumotnomalarini taqdim etish kifoya. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Asosan, pensiya hisob-kitoblari yaqinda to'liq avtomatlashtirilgan. Har qanday qo'shimcha imtiyozlari to'liq inobatga olingan va yaqin muddatda pensiya yoshiga yetib, yangi tizim bo'yicha rasmiylashtirilgan fuqarolar, shuningdek, maxsus guruhlarga kiruvchi harbiy pensionerlar yoki boshqa shu kabi davlat xizmatchilari ularning pensiyalari alohida qonunlar bilan tartibga solinganligi sababli bu umumiy o'zgarishlar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin hatto bu toifadagi fuqarolar ham har ehtimolga qarshi ma'lumotlarni tekshirib ko'rishlari zarar qilmaydi. Axir ortiqcha ma'lumot hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor etilmagan nuanslar. Hech bir qoida istisnosiz bo'lmagani kabi, pensiya tizimida ham ba'zi noaniq jihatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar mavjud. Aynan shularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni to'liq olishingizga yordam beradi. Muddatlarning muhimligi va ularni o'tkazib yuborishning oqibatlari. Yangi tizimda ba'zi imtiyozlar yoki pensiyani qayta hisoblash uchun ma'lum muddatlar belgilanishi mumkin. Masalan, qo'shimcha ustamalarni olish uchun joriy yilning oxirigacha ariza bering kabi cheklovlar bo'lishi mumkin. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan mablag'larni yo'qotishingiz mumkin. Ba'zi hollarda muddatni o'tkazib yuborish imtiyozdan butunlay mahrum bo'lishga olib keladi. Boshqa hollarda esa imtiyoz faqat ariza berilgan oydan boshlab hisoblanadi, oldingi davrlar uchun to'lanmaydi. Bu degani, agar siz 6 oy kechiksangiz, 6 oylik qo'shimcha pensiyani yo'qotasiz. Shuning uchun yangiliklarni doimiy kuzatib borish va pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqotda bo'lish juda muhimdir. Har bir aniq holatda aniq muddatlarni so'rab olishingiz shart. 2. Hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi. Aytaylik, siz ish stajingizni tasdiqlovchi bir nechta mehnat daftarshalari yoki arxiv ma'lumotnomalarini taqdim etdingiz. Ammo ulardan birida sanalar
xato yozilgan bo'lishi yoki muhri aniq bo'lmasligi mumkin. Yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomada ismda kichik bir harf farqi bor. Bunday mayda arzimas ko'ringan tafsilotlar ham arizangizni rad etishga yoki jarayonni sezilarli darajada kechiktirishga sabab bo'lishi mumkin. Har bir hujjatni pensiya jamg'armasiga topshirishdan oldin 2 marta tekshirib chiqishingiz lozim. Har bir sana ism, familiya, muhr va imzo joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, hujjat bergan tashkilotga murojaat qilib, uni to'g'rilatib olishingiz kerak. Jarayonni boshlashdan oldin barcha nuqsonlarni bartaraf etish bu sizning vaqtingizni va asablaringizni tejaydi. Uchun hududiy farqlar va mahalliy imtiyozlar. Respublika bo'ylab yagona pensiya qonunlari mavjud bo'lsa-da, ba'zi viloyatlar, tumanlar yoki shaharlar mahalliy byudjet hisobidan o'z pensionerlari uchun qo'shimcha imtiyozlar yoki ijtimoiy yordam dasturlarini joriy etishi mumkin. Masalan, qishloq joylarda yashovchi, issiqlik ta'minoti yo'q xonadonlar uchun mahalliy hokimiyat qishki isitish uchun qo'shimcha mablag' ajratishi mumkin. Yoki uzoq hududlarda yashovchi pensionerlar uchun transport xarajatlarini qoplash bo'yicha dasturlar bo'lishi mumkin. Bu haqda umumiy markaziy ma'lumot manbalarida aytilmasligi mumkin. Ammo mahalliy hokimiyat organlari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlarida bunday ma'lumotlarni so'rab bilish mumkin. Shu bois yashash joyingizdagi mavjud mahalliy dasturlarni o'rganish siz uchun foydali bo'ladi. Har bir tuman va shahar o'zining demografik va ijtimoiy xususiyatlaridan kelib chiqib, qo'shimcha yordam dasturlarini ishlab chiqishi mumkin. 4. Xizmat ko'rsatish markazlaridagi tafovutlar. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari va My.Gov.uz portali orqali ariza berish imkoniyatlari mavjud. Har bir usulning o'z afzalliklari va kamchiliklari bor. Masalan, davlat xizmatlari markazlari hujjatlarni qabul qilishda qulayroq bo'lishi mumkin. Chunki u yerda navbatlar kamroq va xizmat tezroq ko'rsatiladi. Ammo pensiya jamg'armasining o'zida maslahat olish jarayonida sizning shaxsiy holatingizga chuqurroq yondashishlari mumkin. My.Gov.uz orqali esa siz uyingizdan chiqmasdan turib ariza berishingiz mumkin. Ammo buning uchun elektron imzo va internetdan foydalanish ko'nikmalari talab etiladi. Ba'zi murakkab holatlarda onlayn ariza berish yetarli bo'lmasligi va shaxsan tashrif buyurish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz uchun eng qulay va samarali usulni tanlashingiz kerak. Har bir tashkilotning ish tartibi va talablarini oldindan o'rganib chiqing. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Pensiya masalalarida hujjatlar bu sizning asosiy qurolingiz. Ular qanchalik tartibli va to'liq bo'lsa, jarayon shunchalik tez va muammosiz kechadi. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin: pasport yoki ID karta. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va barcha sahifalarining nusxasi, ayniqsa ish stajini tasdiqlovchi yozuvlar. Agar bir nechta mehnat daftarchasi bo'lsa, ularning barchasi maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz oxirgi 5 yildagi yuqori maoshingizdan kelib chiqib pensiyani qayta hisoblashni istasangiz, tegishli ish joyingizdan so'nggi 6 oylik ish haqi to'g'risidagi batafsil ma'lumotnoma oylar kesimida talab qilinadi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar siz bolalaringizni parvarish qilgan davrlar uchun imtiyoz olishni xohlasangiz, farzandlaringizning guvohnomalari kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi. Yuqoridagi holatda farzandlaringiz bilan qarindoshlik aloqasini tasdiqlash uchun. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa, pensiya guvohnomasi. Sizning hozirgi pensiya holatingizni tasdiqlash uchun. Boshqa maxsus hujjatlari. Masalan, faxriy unvonlar, orden va medallar, urush ishtirokchisi guvohnomasi kabi hujjatlar qo'shimcha imtiyozlar berishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasi sizda bo'lsin va ularning barchasini yaxshilab tartibga solib, nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda hujjatlarning notarial tasdiqlangan nusxalari talab qilinishi mumkin. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizda bir nechta variant mavjud. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu eng to'g'ri manzil hisoblanadi. Siz yashash joyingizdagi yoki pensiya hisoblangan pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizga maslahat berishadi
va hujjatlaringizni qabul qilishadi. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni chuqurroq o'rganib chiqishi mumkin. Bu davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darsha tamoyili asosida taqdim etadi. U yerda siz pensiyani qayta hisoblash yoki imtiyozlar bo'yicha ariza berishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam beradi va hujjatlaringizni pensiya jamg'armasiga yuboradi. Navbatlar kamroq va xizmat tezroq bo'lishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz va elektron imzo egasi bo'lsangiz, uyingizdan chiqmagan holda onlayn ariza berishingiz mumkin. Bu juda qulay usul, ammo barcha turdagi murakkab holatlar uchun mos kelmasligi mumkin. 3-qadam ariza yozish va hujjatlarni topshirish. Murojaat qilgan joyingizda sizga standart ariza shaklini berishadi. Uni aniq va tushunarli qilib to'ldiring. Sizning holatingizga tegishli barcha ma'lumotlarni ko'rsating. Qaysi imtiyozga yoki qayta hisoblashga da'vo qilayotganingizni aniq yozing. Ariza bilan birga oldindan tayyorlagan hujjatlaringizning asl nusxalarini va nusxalarini topshirasiz. Hujjatlarni topshirayotganda ularning ro'yxatini olganingizga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini oladi. 4-qadam ma'lumotlarni tekshiring va natijani kuting. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga arizangizning qabul qilinganligi haqida tasdiqlama yoki hujjatlarning ro'yxati beriladi. Unda arizaning ko'rib chiqilish muddati ham ko'rsatiladi. Odatda bu muddat 10-15 ish kunini tashkil qiladi. Belgilangan muddatdan so'ng siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, arizangizning holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar natija sizni qoniqtirmasa yoki rad javobini olsangiz, rad etish sabablarini yozma ravishda so'rang va keyingi qadamlar bo'yicha maslahat oling. Ba'zida kichik xatolik tufayli rad etishadi, uni to'g'rilab qayta ariza berish mumkin. 5-qadam ma'lumot yangilanishlarini doimiy kuzatib boring. Pensiya tizimi dinamik tizim bo'lib, unda o'zgarishlar tez-tez sodir bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, yangiliklar kanallarini, mahalliy hokimiyat organlarining e'lonlarini kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizni eng muhim yangiliklardan doimiy xabardor qilib boradi. Ma'lumotda bo'lish sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng yaxshi usulidir. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Men sizga pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlarning mohiyatini, ularning kimlarga ta'sir qilishini va o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlar va qo'shimcha mablag'larni olish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligini tushuntirib berdim. Bugungi kunda passiv kutishning o'zi yetarli emas. Aktiv bo'ling, ma'lumotli bo'ling va o'z huquqlaringiz uchun kurashing. Yodingizda tuting. O'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilish har doim muhimdir. Agar bu videodan biron bir foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, iltimos izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning holatingiz qanday, qaysi imtiyozlarga egasiz, qanday muammolarga duch keldingiz, bular haqida yozing. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.